ishoninglar, men umrim bo'yi bunaqa charchamaganman. Men bunaqa tez harakat qildim. Men o'yladim, bilet 15-da dedim. 15-da ertalab uchaman deb. Lekin 14-da ertalab uchar ekanman. O'shaning uchun vaqt yo'q ekan deb tez harakatimni qildim. Kecha ham bemalol yurdim. O'yladik anaqa debdi, bilet 15-da dedi. Короче, gapimni ham topolmayman charchagandan. Xullas shu 14-da Toshkentda bo'larkanman. Keyin 7 kunmi, 1 haftami, 8 kunmi Toshkentda bo'lib, yana ketaman keyin. Hammaga assalomu alaykum. Qo'yninglar aynimasin. Endi men har kuni givimni qo'yib turishim kerak, chunki itak postdan SMS ko'p deb bizda bo'sholmadik. Hozir SMS ancha anaqa bo'ldi, lekin hali homiylarni yig'ib bo'lmadik. Aldamayman, hali bor, joy ko'p. O'shaning uchun shoshilamiz. Tapet sarf beraveramiz, oxirida qo'shilmay qolasizlar. Faqat menga emas, iltimos, hamma tanishlarim ham boshqalar ham menga yozyapti. Men sizga atvet yozolmayman, chunki SMS ko'p. O'shaning uchun mana shu Bonamur reklama pastda atmetka qilaman. O'sha akkauntga yozsangiz tezroq atvet boradi sizlarga. O'ziga ma'lumotlar degan joyi bor. Shunda bossanglar sizlarga avtomatik yuboriladi. Karta nomeri, necha puliga hamma ma'lumotlar. O'sha kartaga to'lov qilib, skrinshot yuborasizlar, уже sizlar bo'ldi, avtomatik qo'shiladi sizlarga. Kasal bo'lma, iltimos, sensiz nima qilaman? Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa birov